Gazda ovozini o'zidan eshitilan ekan. Bu xonadonimizda gaz, suv, svetlardan umuman muammosi yo'q. Hozirgi manzilimiz Farg'ona shaharda, mana 9-hafta bazani yonida shunaqangi chiroyli qilib solingan 6 ta xonasi bilan kottej forma qilib solingan xonadonga kelganmiz. Sizlar bilan bitta video obzorini qilib turamiz. Xo'p, mana bu asosiy eshikdan kirishimizga bu yerda yopiq garaj qilingan. Yopiq garaji ham uzun, kengligini qarang aka. Demak, ikkita mashina bemalol sig'adi. Bu tomonida mana zeleniy zona qilish uchun mana kanalizatsiyalarni olib kirib qo'yilgan. Suvlari kirgan, mana vodoprovod suv, gaz o'zlaring eshitilan aka. Gazlar hamma yo'q, kommunalkalardan umuman muammosi yo'q joyda. Bitta zeleniy zona qilib olsangiz aka, bu tomoni korobka holatida ozgina mehr talab o'zingiz uchun bitta moslab olasiz. Xo'p, mana bu yerga bitta eshik qo'yasiz aka. Shunda mana yerda bitta zal bo'lsa, bu tomoniga bitta mehmonxona. Katta zal qilsiz aka. Bunisi yana bitta xonasi. O'zingiz talabingizga ko'ra foydalanuvchi bitta xona qilasiz aka. Bunisi ham katta xona. Endi mana metlari kichkina xona qilib qilingan. Bu tomoniga bitta xona qilinsa, mana yerda garderob qilinsa aka, mana garderoblar qilib, struyni shkaflarni qilib qo'ysangiz, bu tomoni mana spanni qilasiz aka o'zingizga. Aka, hozirgi manzilimiz Farg'ona shaharda, 9-hafta bazani yonida 6 ta xonasi bilan kottej forma qilib solingan, gaz suv svetlardan umuman muammosi yo'q joyda. Narxini $60,000 baholanyapti. Bitta kelib ko'ring aka. Ozgina mehr talab, lekin qurishlari juda zo'r chiqqan.